Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Yaqub alayhissalom. Yaqub alayhissalom teni ojizlab, beli yodek egilib, dumchak bo'lib qolgan dadisi Issoq alayhissalomning oldiga kelib dedi: "Dada, men sizga enim Isoning meni qandoq bo'zak etganligi ustida shikoyat qilmoqchiman. Men sizdan uning tahdidga uchirmasligimga yordam berishingizni so'rayman. U sizning menga ko'ngil bo'lib kuyinganligingizni, menga baxt tilab duo qilganligingizni, nurg'un farzand ko'rdiganligim va bayashat yashaydiganligim haqida bishorat berganligingizni bilgandan beri menga hasad qiladigan bo'lib qoldi. U doim meni qo'pol, yirik gaplar bilan qo'rqitib bo'zak qilib kelyotidi. Hozir ikkimizning o'ttirisida inoqlikdan so'z ochqilib bo'lmaydi. O Kenandan olgan ikki xotindan nurg'un farzand ko'rdiganligi va bu farzandlari cho'ng bo'lgandan keyin meni o'ltirdiganligi ustida davron soldi. Dada, mening shikoyatim tugdi. Adil bartaraf qilishingizni o'tinaman. Alloh taolo sizga oqilona hukm va cho'nqur fikr qilishni ato qilgan. Qani dada, o'zingiz xolis bir nima deb qo'yasiz. Ishoq alayhissalom ikki o'g'lining chiqishamayotganligini ko'rib, bakmi qayg'urdi. O mundaq dedi: "Balam, xuddi o'zing ko'rib turgandek, chochlarim o'shdek oqardi. Yuzimni qo'riq bosdi. Put-qo'llarimning madori ketdi. Bu dunyoda uzun turolmayman. Men o'lgandan keyin balkim sening omonligingni qo'g'dashga odam chiqmasligi mumkin. Shu chaqda ening senga texmi oshkor holda dushmanlik qiladi. O sendan kuchlik, urug' tuqqanlarmi sendan ko'p. Sen uningga teng kelanmaysan. Sen eng yaxshisi Iroqning Pidan Iram degan yerga berib, tog'ang Liba ibn Betvelni tepib, uning qizi bilan to'y qilgin. Sen u yerda izzat hurmat, shon sharaf va kuch-quvvat topsan. To'y qilib bo'lgandan keyin sen yana bu yerga qaytib kel. Men sening turmushingning iningdimi baxt saodatli bo'lishini, bolalaringning uning bolalariga qaraganda texmi yaramliq bo'lishini umid qilaman. Sendan Alloh taolo o'zi xabar olg'ay va sana yar yo'lak bo'lg'ay." Yaqub alayhissalom dadisining aytganlarini anglagandan keyin go'yo uzundan beri chanqagan kishi birdilla ussizlikqa qongandek intayin huzurlandi. U tog'isini izlab tepish qaroriga keldi. Ota-onasi o'g'liga baxt tilab duo qilgandan keyin Yaqub alayhissalom ular bilan xo'shlashib safarga otlandi. U tog' davollardan oshdi. Daryo iqinlarni kechdi. Qiyin xatarlardan o'tdi. Dadisining topilgan gaplarini esida mahkam tutdi. U Allohning o'z panohida saqlashi bilan safarda sog'-salomat bo'ldi. U yo'l ustida qattiq charchagan bo'lsa-mu, lekin ko'ngliga pukkan umid bilan go'zal istiqbolini o'ylag'inida birdilla yengillashib, yo'l azobi bilan g'arg'inligini butunlay unutdi. Bir kuni cho'ldan issiq shamol ko'tarildi. Quyosh cho'lni o'tdek qizdivatdi. Yaqub alayhissalom shamolda ko'tarilgan qum barxan dastidan olg'a ilgirlayolmadi. Uning ko'z oldida poyansiz qumliq, odam oyog'i tegmagan cho'l jazira turadi. U birdilla ishkillandi va butun a'zoyi telib og'rib, qattiq charchadi-da, ixtiyorsiz to'xtab qoldi. U o'ylaydi: davomliq ilgirlaymi yoki orqamga yanaymi? Qiyinchilikni yengib, o'zim kutgan kuch-quvvat va izzat hurmatni qo'lga keltiraymi yoki qiyinchilikdan, erib charchashdan qo'rqib safardan bosh tortaymi? U ana shunday ishkilinib arsalda bo'layotgan chaqda daraxt shoxlarining soyasi ostidagi bir parcha quram toshga ko'z tushdi. U toshning qishig'i berib orduq olmoqchi bo'ldi. U toshga yo'linibla uyquga ketdi. Sherin tush ko'rdi. Tushida umid qushi uningga qarab talpinayotdi. Alloh taolo uningga baxtli turmush, nihoyat ko'p mol-mulk va yaramli farzandlarni ato qilgan edi. U uyg'onib ketib tushidan hozirlandi. Kallasimi alayda sagaklashdi. Yaqin kelgusidagi umidini ko'rgandek bo'ldi-da, oxir ikkilanishdan qutuldi. Uning tushida ko'rganlari dadisining hukmini yanama isbotladi. Shunga u to'lib toshgan ishonchi bilan safarini davomlashtirdi. Qadimimi borgan sir tezlashib ketdi. Yaqub alayhissalom safarni davomlashtirib ketyotdi.
Birdilla uningga oldi tarafda qora ko'langa ko'rinishga boshladi. U ko'ringan bu qora ko'langa tag'am turishlik yer bo'lsa kerak deb o'ylab, shu an ruhlandida ishonch texmi ish puti yerga tegmaydigidek tez mangdi. Ko'nglidagi g'ashlikmi ko'tarilib ketdi. U padalarni, uchar qushlarni, dal-daraxtlarni ko'rdi. Yangroq naqshi etayotgan cho'ponlarni, shavqin so'ran ko'tirib o'yin kulki bilan bo'layotgan bolalarni uchratdi. Bu hol uning cho'ldan chiqib Ishoq alayhissalomning yurti o'zining talpingan yeriga kelib qolganligini uqtiratdi. U dal mushu maqsad uchun yiroq yo'l yurib, ming bir jafo mushaqqat chekkan edi. U Allohning yo'l ko'rsatib, o'zini shu manzilga omon eson keltirganligiga shukr etdi. Yaqub alayhissalom notonish odamlarning oldiga kelib adab bilan ulardan: "Sizlar Liban ibn Betvelini tanimsizlar?" deb so'radi. Payg'ambar Ishoqning singlisining eri Libanni kim bilmasin deb javob berishdi kishilar. U obro'yliq, nom shuhrati hammaga ma'lum zot. U oshu ko'ringan padalarning egisi. Uning oilasining nada ekanligini qaysinglar aytib beralaysizlar deb so'radi Yaqub alayhissalom. Qarang, ana uning qizi Roila padalarni haydab ketyapmamdi deb javob berishdi kishilar. Darvaqa taqi-turqi bag'mo qomlashgan go'zal bir qiz kelyotdi. Uni ko'rib Yaqub alayhissalomning yuragi qattiq so'qib ketdi. Tilimi gapga kelmay qoldi. U o'zini taslikda sal besib oldi. Ondan g'ayratga kelib qizning oldiga bordi, ham qizga mundoq dedi: "Men sizning tuqqaningiz bo'laman. Bizning ota-bobimiz bir. Mening ismim Yaqub. Ishoq alayhissalom va hamma ochangiz Rifqaning o'g'liman. Men bu yerga mo'yin bir ish uchun keldim. Mushu ishni deb o'tda qizib ketgan cheksiz bayavon cho'llarni kezib, qatma-qat qiyinchiliklarni yengib, ondan bu yana topdim." Qiz adab va qizg'in muomala bilan uni uyga boshlab maqdi. Yo'lda ketib o'tib Yaqub alayhissalomning yuragi go'yo qafas ichida tinmay sakrab turadigan sho'qish qashdek gupildab so'qadi. Vah, yuragim nimancha so'qadigandu. Bu arzu armonlarimga yetganligimdan yoki cho'lda tushimga kirgan hiliqi qizni ko'rganligimdan bo'lsa kerak. U o'z hissiyotini kuchining boricha besilib timtas mang'atdi. Tog'isi bilan ko'rishganda tog'isi uni bag'riga qizg'in bosdi va xushalligini besib ololmay ko'zlaridan issiq yosh oqqizdi. Yaqub alayhissalom tog'isining o'zini bu yerga nima uchun avatganligini va bir navra singlisi bilan to'y qilishdagi orzusini tog'isiga bayon qildi. Yaqub alayhissalom Rohilani ko'ribla uningga oshiq bo'lgan. Uni o'z amriga elishga tashna bo'lgan edi. Bu urug' tuqqandochilikni texmi chingitadigan yaxshi ish edi. Tog'isi uningga dedi: "Bo'ladi. Men sening orzu istaklaringni qondiraman. Talabingga ma'qul bo'laman. G'oyangning amalga eshishiga yordam beraman. Lekin sen mening huzurimda 7 yil turib, podilarimni boqsan. Bu to'yliq haqqi bo'ladi. Bu jarayonda xayr-xolikqa va taqdir qimmatga erishsan." Yaqub alayhissalom bu shartni qabul qilib poda beqishga boshladi. U nihoyatda baxtli yashadi. Kelgusiga qattiq ishonch va umid bog'ladi. Rohila Libanning kichik qizi bo'lib, uning yana Liya ismli ochisi bor edi. Liyaning chiroyliligiga Rohilaga yetmaydi. U Rohiladan bir qancha yosh cho'ng edi. Shunga buvay Rohilani Liyadan burun yotliq qilishga unamaydi. Qavm qoidasidami buning ruxsat qilinmaydi. Biroq Yaqub alayhissalomning Rohila bilan to'y qilish talabini buvayning rad qilg'isi kelmaydi. Shunga buvay Yaqub alayhissalomning qo'lidan ish keladiganligini o'ylab, ko'nglida ojiz singli ikki qizini biroqla Yaqub alayhissalomga bermoqchi bo'ldi. Qavm qoidasidami bunday qilishga ruxsat qilinadi. Buvay bekitgan 7 yil vaqt to'shdi. Yaqub alayhissalom endi to'y qiladigan va suyimli kishisi bilan jam bo'ladigan bo'ldi. U tog'isiga bu talabini aytdi. Tog'isi mundaq dedi: "Balam Yaqub, Rohilani ochisidan burun yotliq qilishga dodi bo'g'ichi menmi qo'shilmayman. Qavm qoidasidan ruxsat qilinmaydi. Liya Rohiladek chiroyli bo'lmasimi, lekin uning qalbi go'zal. Agar sen qo'shilsang, men uni senga juplab qo'yay.
Sen mening huzurimda yana 7 yil turgin. Bu Rahila bilan bo'ladigan to'yingning to'yliqi bo'lsin. Yaqub alayhissalom Allohning payg'ambari edi. U tog'isining uyiga kelgandan keyin qizg'in kutib olindi va cheksiz g'amxo'rlikqa erishdi. Uning ustiga tog'isining yaxshi niyatini rad qilishga qiymadi. U tog'isini noumid qo'ymaslik uchun uning talabiga qo'shilib, avval Liya bilan 7 yil o'tgandan keyin Rahila bilan to'y qildi. Buvay Liban ikki qiziga birdan ikki dedekni tutdi. Och singil ikki qiz eri Yaqub alayhissalomning ko'nglini olish uchun bu ikki dedekni uning amriga tutib berdi. Yaqub alayhissalom bu 4 xotinidan jami 12 o'g'il ko'rdi. Diqqat berganingizga rahmat.